bir namozxon musulmon inson baliqni muzlatib saqlaydigan korxonada ishlar ekan. Bizning tilimizda aytganda xolodilnikda ishlar ekan. Bir kuni korxona ishchilaridan biri shu kungi oxirgi ishini yakunlab qo'yish uchun baliq saqlaydigan muzlatishga kirsa, g'ayri tabiat, ya'ni o'z xohlamagan holatda eshik shundoq kelib yopilib qolibdi. U eshik ichidan ochilmas ekan. Tashqaridan ochmasa iloji yo'q. Buni beparvoligi bilan eshik qiya qilgan holatda kirgan u, bir kirgandan keyin eshik yopilib qolgan. Endi xolodilnikni bilasizlar qanaqa bo'ladi. Hamma yog'i yopiq, ochiq joyi yo'q, rosa baqiribdi. Bu kirgan vaqt ish tugab, odamlar ishdan ketadigan bir vaqt ekan. Hech kim uni ovozini eshitdi. 5 soat muzlatgichda qolib ketibdi. Qarib o'laydi, chunki sovuqni bilasizlar qanaqa. O'laydi degan bir vaqtda eshikni ochib, ishxonani qorovuli haligini o'limdan qutqarib qolib, xolodilnikdan olib chiqibdi. O'sha tashkilotni, o'sha korxonani rahbari qorovuldan so'rayotganmish. Qanaqa qilib bilib qolding? Shunda aytibdiki, u men bu yerda 30 yildan beri ishlayman. Yuzlab ishchilar kiradi, chiqadi. Lekin bu kirganda ham chiqqanda ham salom berardi, hol ahvol so'rardi va xayrlashganda yaxshi dam oling deb chiqib ketardi. Men bugun shu ishlab o'tirar ekanman, nimadir kamlik qildim menga. Hech kim shu gapni aytmadi. Keyin aytdi, falonchi chiqmadimi ishdan? Har ishda ketayotgan vaqtda qanday holatda bo'lsa ham, charchasa ham, charchamasa ham menga yaxshi dam oling, yaxshi tong ottiring deb ketar edi. Shu qayerda ekan deb izladim. Har bir xonalarni izlaganimda ochsam, qarasam muzlayotgan ekan. Alloh taolo uni shirin so'zligini payg'ambarimiz sollallohu